zamonaviy xo'sh, konfessiya so'zini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, konfessiya so'zini to'xtalib o'tadigan bo'lsak, o'zidan olingan bo'lib, o'zbek tilida aynan tarjima qilingan vaqtida konfessiya o'zi bir diniy e'tiqod doirasida, ki dindorlarni uyushgan tashkilotini ifodalovchi termin sifatida ham ishlatiladi. Xususan, bugungi kunda O'zbekistonda 16 ta diniy konfessiya rasmiy Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tgan holatda o'zini faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Xo'sh, endi konfessiyalar agarda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq Adliya vazirligidan tegishli tartibda nizom ustavlarini tasdiqlangan holatda ro'yxatdan o'tirib, faoliyat manbalarini ko'rsatib, albatta faoliyatlarni amalga oshirilishi mumkin. Bu barcha konfessiyalar uchun bir xil amal qiladi. E, Ammo lekin ayrim zamonaviy e, o'zini diniy konfessiya yoki bo'lmasa guruh, bugungi kundagi ayrim guruhlar noqonuniy faoliyat olib boriladi, jumladan O'zbekistonda ham xuddi shunday. Xo'sh, bugun bizlar kimlar haqida gaplashamiz? Zamonaviy diniy harakat, sekta deganda aynan kimlarni tushunishimiz kerak yoki nimani tushunishimiz kerak degan savolga javob berib o'tadigan bo'lsak, asosan 19-20 asrlarda an'anaviy dinlarni e, asosida shakllangan, 19-20 asrda an'anaviy dinlarni asosida shakllangan e, o'zlarini alohida diniy e'tiqod sifatida taqdim qiladigan guruhlarni tushunishimiz kerak bo'ladi. Bunday guruhlara qaysi birlarini misol qilib keltirishimiz mumkin? Bunaqa hodisa barcha an'anaviy qadimgi dinlar asosida kelib chiqqanlari mavjud. Bu degani aynan o'sha an'anaviy dinni hamma narsa yüküne gelgen vaktinde bu zamonaviy sekta ve hareketler an'anaviy dinlerini o'zgarmas ta'limotlarini ham inkor qilib, uni o'zgartirib, o'zlarini nuqtai nazarini talqin qilib, mana shunday adashuv yo'lina ketib qolgan shaklari, aytmoqchi bo'lganim shakllanganlari ham bor va albatta bunaqa qarashdagilar yahudiylik va boshqa milliy dinlar ta'sirida shakllanganlari ham yo'q emas. Xo'sh, misol uchun xristianlik dini doirasida aytib o'tadigan bo'lsak, bugungi Hristiyanlık dini doirasida bir qator zamonaviy diniy harakatlar va sektalar e, faol harakatlar kuzatilmoqda. Dunyo bo'yicha e'tibor berib oladiganlarimizni aytadigan bo'lsak, misol uchun Yahve shohidlari. Bular protestantlarni ikkinchi birlashmasi deb ham nomlaydi o'zini. Yana bir nomi Svидетели Иегово. Yoki bo'lmasa oxirgi kun avliyolari Iso Masih cherkovi. Yana bir nomi Mormonlar. Masih cherkovi. Yana bir nomi Boston harakati. Yoki bo'lmasa soxta xristian harakatlarini ham sanab o'tishimiz mumkin. Bular haqida ham bugun gaplashamiz. Ya'ni biz zamonaviy diniy harakatlar va sektalar degan vaqtda aynan hozir mana shu sanayotganlarim to'g'risida da nazarda tutib gapiramiz. Soxta xristian harakatlar Mun birlashish cherkovi, Vissario oxirgi ahd cherkovi, Oq birodarlar cherkovi ham bor. Ya'ni xristian ilmi yoki bo'lmasa Ron Hubbard asos solgan Scientologiya markazi, Klein Klanight degan nom bilan faoliyat olib boruvchi Scientologik kult yoki bo'lmasa oq ekologlar harakati.
Bundan tashqari yana quyidagi o'zina xos bo'lgan zamonaviy harakat va sektalar faoliyat olib boradi. Misol uchun tirik axloq deb nomlangan guruh bor. Agni yoga deydi yana bir nomi, yoki Krishnani anglash jamiyati, yoki bo'lmasa navbatdagisi transcendental meditatsiya nomi bilan harakat qiladi. Yaponiyada keng tarqalgani bor endi. Bunga o'xshaganni Aum Shinryoku, Shinryo, Shinri, Sindikyo, Aum Shinrikyo. Talaffuz ham murakkabroq. Lekin mana bu nomlarni eslab qolishingiz kerak. Ya'ni ogohlik sifatida bunaqa guruhlar hech birisi o'zlari e'lon qilib turgan an'anaviy diniy ta'limotlarni, g'oyalarini qo'llab-quvvatlamaydi. Aksincha ularni buzib talqin qilib, mana bu guruh manfaatlarini, o'sha guruhning yetakchisini shaxsiy e, insoniy qarashlarini e, yo'naltirilgan, o'zgartirilgan. Shuning uchun bularning nomini eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasa yangi majusiy tashkilotlar ham yo'q emas. E, da'vo qilib harakat qiluvchi, odamlarni o'zini jalb qilishga harakat qiluvchi, bular Rumira, ya'ni Ukrainadagi milliy e'tiqod cherkovi. Mana shunaqa shaklda, albatta xristianlik nimasi ta'sirida kelib chiqqan ayrim elementlari bor, lekin bular majusiylik tashkilotlari hisoblanadi. Ya'ni %100 Ukrain pravoslavga ham nimasi yo'q. Yoki bo'lmasa Rossiyadagi jarangli kedrlar harakati. Yoki bo'lmasa Omsk, ya'ni qadimgi diniy e'tiqodlarga qaytish kulti kabi harakatlar ham kuzatilib kelmoqda. Xo'sh, demak, o'zi sekta so'zi qanday ma'nolanadi? Konfessiya-ku bildik. Konfessiya bu bir diniy e'tiqod doirasidagi kishilarni birlashmasini, qonuniy doiradagi birlashmasini ifodalovchi tushuncha, bu konfessiya hisoblanadi. Sekta esa bu ham uyushgan kishilar guruhini anglatadi. Qaysi ma'nodaki sekta e, diniy qarashlari bo'yicha bir guruhga birlashgan kishilar aytiladi. Sektalar bo'lishi mumkin, faqat diniy qarashlari bo'yicha emas, siyosiy sekta bo'lishi mumkin, madaniy sektalar bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa falsafiy qarashlar bo'yicha ularni bir guruhga birlashuvchi sektalari bo'lishi mumkin. Umuman olganda, demak, sekta degan vaqtida muayyan qarashlar bo'yicha birlashgan kishilarni guruhini sekta deymiz. Odatda bu sektalar rasmiy, ya'ni an'anaviy dinlarni e'tiqodlarini, aqidalarini zid ravishda ajralib chiqadi va mavjud dinlar va konfessiyalarga umuman aloqasi bo'lmagan holda din bayrog'i ostida faoliyat ko'rsatadigan guruhlarga esa diniy sektalar deb aytiladi. Bugungi kunda mutaxassislar tomonidan bularning soni, ya'ni mana bunaqa o'xshagan sekta va guruhlarning soni to'g'risida turli xil ma'lumotlar bor. Demak, ayrim ma'lumotlarga ko'ra 5000 atrofida turli xil nom va e, din bayroqlari ostida harakat qilib turgan norasmiy taqiqlangan guruh va sektalar faoliyat kelinmoqda. Soxta xristian harakatlarini zamonaviy voqelikda diniy ekstremistik xarakterdagi sektalarni inson ongi va qalbi uchun kurash yo'lidagi faoliyatini jonlanishi kuzatilayotganini ko'rsatishimiz mumkin. Xususan ma'lumotlarga ko'ra qo'shni davlatlarda Bogorodichi Center yoki bo'lmasa Serkov Объединения yoki bo'lmasa Serkov Isusa, Serkov Нового Завета, Белое Братство, Божественный ордер Первого Ангela kabi o'nlab diniy sektalar noqonuniy ravishda faoliyat olib bormoqda. Bularning ichida hech bir diniy e'tiqodga aloqasi bo'lmagan, insonni umuman muqaddas tushunchalarini yod bo'lgan harakatlar ham bor. Xususan satanizm deb ataladigan sekta ham keng faoliyat kuzatilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, mana shunga o'xshagan sektalarga jalb qilingan insonlar Rossiyada 100 ming atrofida tashkil qilinadi. Insonni mana bunaqangi soxta diniy sektalarga a'zolik ehtimoli nazarda tutiladi. Satanizm nima deydigan bo'lsak, yuqoridagi sanab o'tganlarimiz bular deyarli
xristianlik ta'limotini muayyan guruh va qarashlar atrofida shakllangan, lekin xristianlikka, an'anaviy xristianlikka aloqasi yo'q. U e'tiqodiy qarashlarini va e, ilgari surgan ta'limotlarini asoslarini bular rad qiladi. O'zlarini guruh rahbarlari e, yo'nalishi bo'yicha harakat qiladilar. Shulardan birisi satanizm. E, Bu degani shaytona e'tiqod qiluvchilar degan ma'noni bildiradi. E, Shuningdek, nima bilan harakat qilinadi? Satanizmchilar, demak, bu shaytonni o'zina xos mana shunday bir narsa sifatida taqdim qilinib, e, uni ga odamlarni sig'intirishga harakat qiladilar. Mana buning jihatlari bo'lganligi uchun o'ta ehtiyotkor munosabatda bo'lishimiz kerak mana bunaqangi soxta nimalarga, sektalarga, guruhlarga. Jahon xristianlarni birlashtirish yo'lidagi muqaddas ruh assotsiatsiyasi Ee, yoki bo'lmasa Mun San Men birlashish cherkovi. Bu birlashish harakati deb ham aytiladi. Yana bir nomi Munchilar deb ham aytiladi. Ee, Munisti Yevropacha nomi. Xo'sh, birlashish cherkovining asoschisi bu cherkov ma'lumot beradigan bo'lsak, bu cherkovning asoschisi Sun Myun Men degan inson 1920-yilda Shimoliy Koreyada mahalliy cherkovda e'tiqod qiluvchi dehqon oilasida dunyoga kelgan. Maktabda o'qish davrida u piatidesятникlarni yig'inlarına qatnashib turgan. 36-yilda Pasxa bayramida unga vahiy kelganini da'vo qilgan. Iso Masih unga ko'rinib, uni taxminan 2000 yil avval boshlagan missiyasini yakunlash uchun tanlaganini aytgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu voqea sodir bo'lganda osmonda sen insonlarni halokatdan qutqarasan, sen Masihning ikkinchi bor zohir bo'lishisan. Shu voqea sabab u o'z ismini birinchi bo'lagini Sun, ajdarni San, ya'ni nurga o'zgartirgan. Ee, va bu bilan u o'zini ilohiy kelib chiqishini asoslashga harakat qilgan. Shu yo'l bilan yangi payg'ambar ko'rib turibmizki, o'zi mana bu Sun Myon Men degan inson 1920-yilda tavallud topgan, Shimoliy Koreyada. Keyin shu turli diniy nimalarga qiziqib yurgan, diniy sektalarga qiziqib yurgan. Ee, va shu 30 uni aytishi bo'yicha aslida uning bo'lgan dajak emasmiz. Ya'ni o'z tarafdorlarini orqasidan ergashtirishda mana shunday narsalarni aytib yurgan. 36-yilda menga Iso ko'rindi, xuddiki u aytibdi 2000 yil burun men ishim oxirini yetirolmadim, meni hacha haqib chala qoldirdilar ishimni. Endi sen shuni davom ettir deb menga aytdi deb turibdi. Bu bilan u xristianlikka e'tiqod qiluvchi insonlarni diniy hislari bilan dan foydalanib, ularni to'g'ri xristianlikni an'anaviy qarashlaridan chalg'itib o'zini ergashtirishga harakat qilgan. Hattoki nomini ham o'zgartirilganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Ya'ni o'zi ismi Sun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni koreyscha nimasi bo'yicha ajdarni bildirgan bo'lsa, keyin esa unga San, ya'ni nur taratuvchi degan nima qo'yib ishlatishni boshlagan. Mun San Men. 1948-yilda ma'naviy o'zi qanday odam bu deydigan bo'lsak, bu Shimoliy Koreyalik inson 1948-yilda ma'naviy buzuqligi sababli, jamoat tartibini buzganligi sababli dastlab 100 kunga, keyinroq esa qo'shxotinlikda ayblanib turib 5 yil qamalgan bu odam. 1955-yilda esa Mun o'ndan ortiq ayollarni nomusiga tajovuz qilishda ayblanib sudga tortilgan. Ayblarni yumshatish uchun, janjallara barham berish uchun o'sha nomusuna tegilgan ayollarning ichidan birisi, eng yoshi, eng kichkinasi, 18 yoshda bo'lgan o'sha insonga, o'sha ayolga Seuldagi Rihwa universitetining talabasi bo'lgan bu qiz ismi Hak Hok Ja degan inson bo'ladi. 60-yilda unga uylanishga majbur bo'ladi. Mana shuningdek turmush tarzidagi hayot tarzini nosog'lom yo'lga qo'ygan inson tasavvur qiling nima sifatida kelgan ekan. Keyin sovg'a sifatida esa o'sha mun mun
unga olamlarni yaratuvchi ona degan unvon beribdi. Mana shunday tarzda insonlarni o'zini aldashtirib kelgan. Muqaddas kitoblariga Bibliyaga qo'shimcha ravishda yozgan o'zini ilohiy tamoyillar degan kitobini kiritgan. O'zini izdoshlarini o'qish uchun 1976 yildan boshlab birlashish cherkovi bir necha bor moliyaviy masalalar bo'yicha janjallarga sabab bo'lganligi uchun, ya'ni Munni cherkovi mana shunday sabab bo'lganligi uchun e, dunyo u janjalli voqealarga sabab bo'lgan. 80 yillarning boshlarida esa dunyo bo'ylab aynan Mun birlashish cherkovini 150 dan ortiq turli korporatsiyalari iqtisodiy daromad sohalariga yo'naltirilganligi aniqlangan. Demak, ko'rib turibmizki, mana bunday soxta xristian harakatlar va boshqa dinlar asosida shakllangan soxta sekta va harakatlarni asosiy tub zamirida moliyaviy shunga o'xshagan narsalar turibdi. Qarang, 150 dan ortiq korporatsiyasi Mun birlashish cherkovini tegishli ekanligi aniqlangan. 1992 yilda Mun o'zini yangi insoniyatning haqiqiy otasi deb e'lon qiladi. 93 yilda yangi ahd davri tugab, ahdning yakuniy davri boshlanganligini bildiradi. Munchilar to'liq va yakuniy haqiqatga haqiqiy ota orqali erishish mumkin, doğrudan to'g'ri erishib bo'lmaydi deb hisoblaydilar. Mana shunga o'xshagan bir soxta harakatlardan ehtiyot bo'lish uchun bular to'g'risida ma'lumot beryotirmiz. Navbatdagi dunyo bo'yicha nimalari mashhur bo'lgan guruhga ko'p odamlar jalb qilingan soxta harakatlardan birisi Aum Sinrikyo degan tashkilot. Aum sanskritchada olam degan ma'noni bildirsa, ingliz tilida Supreme Truth, ya'ni oliy haqiqat deb tarjima qilingan. Ushbu sekta 2000-yillardan boshlab Alef nomi bilan faoliyat yuritishni yo'lga qo'ygan. Somiy tillarida alifbosida birinchi harf yo yangi diniy sinkretik mistik, totalitar, destruktiv, terroristik, ya'ni bu dahshatga soluvchi metodlardan foydalanadi. Faoliyatida ekstremistik, qarshi tomon bilan mutlaqo murosaga kelmaydi, keskin va mana shu talablarida qat'iy turadi. Totalitar, ya'ni o'ta qattiq nazorat ostidagi guruh, destruktiv degani buzg'unchi guruh e, hisoblanadi. Yaponiyada vujudga kelgan sektaga yaponiyalik Yoko Asahara 87 yilda asos solgan, 1987 yilda. U 1995 yilda Tokio metrosidagi zaharli gazlar portlashini uyushtirgandan so'ng mashhurlikka erishgan, qo'sh tirnoq ichida albatta. Hozirda sekta terrorist tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan, faoliyati dunyo bo'yicha taqiqlangan. Yevropa Ittifoqi, Kanada, Rossiya, AQSh va boshqa davlatlarda xususan rasmiy tarzda taqiqlangan, aynan ro'yxatga kiritilgan. Uh, Bu tashkilotdan jabrlanganlarning soni bo'yicha ham statistik ma'lumotlar qayd qilingan. Ya'ni Aum Sinrikyo tashkiloti 24 ming inson jabr chekkan bo'lsa, Yaponiyada 6600 kishi jabrlangan. 90-yillarda sekta Nyu-Yorkda, Bonnda, Shri-Lankada markazlarini faoliyati yuritishi yo'lga qo'ygan. Albatta, yashirin tarzda 86-yilda ushbu sekta tashkilotining diniy tus berilishi boshlangan. Xo'p, Tokio portlashi 1995-yilda amalga oshirilgan, 12 kishi o'limine sabab bo'lgan. Bundan tashqari, yana shuningdek sekta haqida ma'lumot berishimiz mumkin. Oq birodarlik tashkiloti eng janjalkash sektalardan birisi. New Age harakati deb ham nomlanadi. Uni g'oyalarida ham baliq erasi, ya'ni Iso Masih davri yakunlanib, suvchi, ya'ni vodolay erasi, ya'ni yer yuzida ilohiy boshqaruv davri boshlanishi da'vo qilinadi. Asoschisi va yaqin yillarga qadar rahbari fanlar nomzodi bo'lgan odam bo'lgan. Kiyevda
e, nevralgiya va psixiatriya institutini tamomlagan. U ko'plab yangi g'oyalarni muallifi, inson shaxsiyatiga ta'sir o'tkazuvchi masalalarga qiziqqan. O'z qiziqishlari o'laroq biroz muddat Krishnani anglash jamiyati a'zosi ham bo'lib ko'rgan, turli uslublarni o'rgangan. U Atma nomli qalb institutini ochadi va Znaniya nashriyoti orqali ko'plab risolalarni chop etishni yo'lga qo'yadi. Krivanogov ko'p shaharlarda ma'ruzalar o'qib, jumladan Dnepropetrovskda bo'lg'usi xotini Mariya Svigunni uchratadi va to'y arafasida Mariya mana shundan keyin qabul qilib bo'lib insonlarni aldab o'zlarini ergashtirib yuruvchi guruhlar hisoblanadi. Xo'sh, Butunjahon oq birodarlikda Petr Dinov tomonidan asoslangan g'oyalarni xristianlik, hinduylik, yoga ta'limoti qarishmasidan iborat bo'lgan bir shuningdek diniy sekta hisoblanadi. Bir qator liderlarini aytib o'tishimiz mumkin. Mikhail Ayvan Hovder, Mikhail Ivanov deb ham nomlanadi. Ayvanhov familiyasining inglizcha aytilishi. 37-yilda Petr Dinov o'z shogirdi Ivanovni Fransiyaga tashkilot g'oyalarini tarqatish uchun yuboradi. Parijda u 1947-yilda tashkilot bo'linmasini ochadi va unga Izgrev, ya'ni bolgarcha ko'tarilish deb nom qo'yib, 53-yilda esa mamlakatning janubida Riverada maxsus maktab ochadi. Maktabni adı Bonfan, ya'ni 1960-yildan boshlab Ayvanhov Hindistonga borib Himalaylik rohibdan duo oladi va Omram ismini Omram ko'rinmas, tutqich bermas g'oyalari yer yuziga amalga oshirish jarayonini jadallashtiruvchi degan ma'nolarni ishlatagan. Ko'plab ma'ruzalari to'plam shaklida nashr qilingan bu odamlarni. Xo'sh. Shuningdek, mavjud dinlarning tarqalishi xaritadagi jiddiy o'zgarishlar sodir bo'layotganligini ta'kidlash zarur. Masalan, o'tgan asrda asosan xristianlar yashab kelgan Yevropani bugungi kunda 20-25 million atrofida musulmonlar istiqomat qilmoqda. Yoki bo'lmasa Buyuk Britaniyada 3 million, Germaniyada 5 million, Fransiyada 6-7 million islomga e'tiqod qiluvchi fuqarolar yashamoqda. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, hozirgi aynan islomga e'tiqod qiluvchilar soni eng sur'atda ko'payib bormoqda. Bu Ee, mana bunaqangi o'xshagan turli diniy sektalar o'zlarining faoliyatini amalga oshirishda bir qator mavjud aslida insonni erkinligi huquqlari deb qaralgan va tabiiy huquqlar sifatida qaralgan ijobiy me'yorlardan o'zlarining g'arazli maqsadlarida foydalanyaptilar. Bular qaysilar? Misol uchun, diniy e'tiqod erkinligi butun dunyoda e'tirof qilingan, bu inson huquqlari masalasine kiritilgan. Ular o'zlarini e'tiqod sifatida taqdim qilib, odamlarni unga da'vat qilishda mana shu tamoyilni o'zlarini qalqon qilib olyaptilar. Bundan tashqari, bu inson tabiiy huquq inson sifatida yer yuzini xohlagan belgilangan me'yordan bular o'zlarining g'oyalarini targ'ib qilishda foydalanib, maxsus missiya ya'ni vazifa bilan boshqa dindorlarning orasidan kelib yashab, o'zini hayot tarzi bilan o'zlarini sektalarini targ'ib qilish bilan ham shug'ullanishda foydalanib kelyaptilar. Va albatta bularga qarshi kurashishda bir qator jihatlarga e'tibor berilishi dunyo davlatlari tomonidan e'tibor etilyapti. Ya'ni milliy doiradagi qarshi kurashlar samara bermaydi. Bunga o'xshagan tashkilotlarga xalqaro miqyosdagi hamkorlik bilan qarshi kurash
maqsadga muvofiq hisoblanadi va albatta bundan-da muhimi O'zbekiston strategiyasi bo'lib, jaholatga qarshi ma'rifat, ya'ni jaholat nima? Bilimsizlik, ilmsizlik. Ma'rifat nima? Bilim, bilish, tanish, anglash. O'zbekistonning bu strategiyaga kelish sabab qachon qo'shilib qoladi? Ilmi bo'lmasa, bilimsiz bo'lsa, qisqasi johil bo'lsa. Ana bunga qo'shilishni oldini olishning eng samarali yo'li esa ularni ma'rifatli qilish, ya'ni bilimli qilish. Avvalo, an'anaviy, to'g'ri, yurtimizda misol uchun amalda bo'lib turgan, e, misol uchun dinlardan islom dini to'g'risida mukammal ma'lumotlarni keng ommaga e, yetkazish imkoniyatlarini yaratish va dinlarni mazmun mohiyatini tushuntirish, mana shu dinshunoslikka o'xshagan fanlar orqali bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi bevosita mana shunaqangi sektalar va guruhlar to'g'risida ularni belgilari, alomatlari, faoliyat uslublari to'g'risida keng ommani ogohlantirish orqali e, ma'rifiy kurash yo'li tanlangan. Albatta xalqaro aloqalar yordamida butun dunyo davlatlari bilan xalqaro hamkorlik asosida ham bu ishlar amalga oshirib borilmoqda. Xo'sh, so'zimizni davom qildirib turib, mana shu tashkilotlarni harakat strategiyasi to'g'risida aytib o'tadigan bo'lsak, bu qanday nima bo'yicha harakatlanadi deydigan bo'lsangiz, e, mana shu to'g'risida to'xtalib o'tib aytishimiz mumkin. Strategiyasi kuzatilgan bularni, ya'ni mana bunaqa o'xshagan yangi ta'limotlar, mana bulardan ularni harakatlanish, demak mana shu proses boshlanayotgan, ha, demak bu o'sha noqonuniy ishlar uchun. Demak, ularni harakatlanish bo'yicha demak birinchi tamoyili davom etadigan bo'lsak, e, demak birinchi murojaat qiladi ular qaysi jihatdan sizga ehtiyojingiz jihatdan yaqinlashib murojaat qiladi. Tasavvur qiling, insonni biror ish qilishga zarurati bor, lekin real imkoniyati yo'q. Aytaylik, tadbirkorlik qildi yoki bo'lmasa biror bir shaklda e, o'zini maqsadini amalga oshirajak, davolan mana shunga o'xshagan jihatlarni aytyapmiz. Aniqlab turib sizni shu tomondan yaqinlashadi. Mana sizga mablag', marhamat, davolaning, nima qiling, biz size yordam beramiz şeklinde yaqinlashadi. Sabab sizda o'ziga nisbatan simpatiya hosil qilish kerak. Inson ehtiyoji bo'lib turgan vaqtida berilgan yordamni o'zini eng yaqin oladi va unutmaydi. Qaysidir ma'noda o'sha insonga nisbatan e, simpatiya hodisasi, ya'ni qabul qilish, uni yotsiramaslik hodisasi paydo bo'ladi. Demak, bular mana shu qoidada amal qiladi. Va albatta keyingi bosqichda u siz bilan suhbatlashish jarayonida, muloqot jarayonida, munosabat jarayonida dunyoqarashingizdagi kamchiliklar haqida aytishni boshlaydi va uni o'zgartirishingiz kerak ekanligini aytadi. Ya'ni sizni o'sha bu qilmoqchi bo'lgan ishingizni qilolmay turganingizni sababi deydi. Men yordam berdim, qildim deydi. Lekin qilolmay turganingiz sababi sen dunyoqarashingni o'zgartir. Buni to'g'irlashing kerak deydi. Va albatta uchinchi bosqichda o'sha biz o'rganishing mumkin.
Yani dünya karşı juda yukarı. Bizler şunun için, mana şunun din yardımına muhtaç insanlardan bile aradigan kabiliyete egamiz. Şunu hisobundan sana yordam berib turibmiz degan mazmundagi murojaat qiladi. Ee, Bu guruh endi o'zi to'g'risida ma'lumot berishdan tiyiladi. Odatda o'zi bu bosqichga kelgan vaqtida shu guruhga jalb qilinib turgan inson guruh haqida so'raydi. Sababi uchinchi bosqichda bizni guruhimizdagilarni dunyoqarashi yuqori dedi. Keyin bu guruhga jalb qilinayotgan odamda tabiiy savol paydo bo'ladi. Sizlar guruhingizni karak guruhi nechtasizlar degan savol qo'ygan vaqtida ataylab guruh haqida aniq tushuncha bermaydi. Balkim chalg'ituvchi, mavhum, e, asosan nima deydi? Sen hozir bizlarga qo'shilaver, bizlar bilan yurishing jarayonida, bizni jamoamizda bo'lishing jarayonida o'zing tushunib olasan, qanday guruh ekanligimizni deganday mazmunda noaniqroq sizga javob beradi. Beshinchi bosqichda esa bilib qo'yingki, sizni e, tushunding nimaga tayyorlaniladi. Faqat shu eng yuqori odam bizlarni rahnamomiz deb tushuntiradi va albatta bu rahnamogacha o'sha tashkilotni o'zida e, boshqa funksiyani bajaruvchi insonlar ham yo'q emas, o'qituvchi bor, tashkilotchi bor va albatta ustoz, rahnamo, mana shunday guruhlarga bo'lib ketadi. Ular iyerarxik tartibda eng yuqorisida rahnamolar bo'ladi, hamma narsani biladi deb ishonadilar va sizni shunga tayyorlaydilar. Faqat u biladi, u biladi. Biz ondan so'raymiz. Boshqa mana shunaqa shaklda guruhga qabul qilishga tayyorgarlik ko'riladi. Hozirgi gapirib turganlarimiz bular hali sizni guruhga jalb qilininchangizdan amalga oshiradigan ish, o'sha guruhlar. Oltinchi bosqichına kelgan vaqtida ularning harakatlanish metodologiyalaridan yana birisi sizni guruh darslariga taklif qiladi. Ya'ni o'sha sektani yaxshiroq tushunishingiz uchun sizga guruhdagi darslarga qatnashish taklif qilinadi. Savol nima uchun guruh shaklida darslarga jalb qilinadi? Sizda tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Endi imkoniyat nuqtai nazaridan odatda hamma nimalar ta'lim guruhda tashkil qilinadi. Bular ham shuning uchun guruhda bo'lsa kerak. Bularda boshqacharoq strategiya bor. Guruhga jalb qilinishdan maqsad birinchidan siz o'zingizgina bu guruhga jalb qilinmay turganligingizni bilishingiz kerak. Ya'ni tevaragingizda odamlar ko'p ekanligini beixtiyor o'ylashingiz kerak. Bir o'zim ekan degan qo'rquv bo'ladi odamda. Guruhga borgan vaqtingizda esa 25-30 ta inson jalb qilingan bo'lsa, ha ko'p ekanmiz-ku degan tushunchani olishingiz kerak. İkinci jihatda esa o'sha guruhdagi misol uchun 25-30 ta odam bo'ladigan bo'lsa, kamida 5 ta 7 tasi uni oldindan tayyorgarlikdan o'tgan, ya'ni master darajasindagi maxsus guruhning a'zolari o'tiradi. Xuddiki yangi guruhlar qiyofasida siz bilmaysiz. U tahsilot o'rganmaysiz. Ular master bo'lsa, sizni orangizda ko'rsanib desangiz, ular auditoriya tomonidan, auditoriyani ichkarisidan bütün kayfiyatni, dunyoqarashni, mo'ljalni o'zi nimaga dars, ya'ni guruhga dars ma'lumot berayotgan insonlar bo'ysundirib yo'naltirib berib turishga ko'maklashib turadilar. Aytaylik, guruh haqida ma'lumot berib, g'oyalar haqida aytib turgan vaqtida ichida kimdir, guruhga qo'shilish uchun kelgan kishilarning ichida kimdir, ey bu narsa xato, dunyo aqlga to'g'ri kelmaydi, yo bo'lmasa islomga to'g'ri kelmaydi, yo bo'lmasa meni dinimga to'g'ri kelmaydi dejak bo'lsa, ana u yerda oldindan qo'yilgan odamlar uni ta'siri, unga ta'sir o'tirib, ya'ni so'z bilan aqling yetishmasa indamay o'tir, eshitib o'tiribmiz bizlar, to'g'ri aytib turibdi degandek mazmunda uni boshqalarning e'tiboridan içinde qoldirib, yana guruhni dars o'tib turgan odamga bo'ysundirib vazifani albatta ular o'tab o'tiradi, behuda o'tirmaydi. Lekin siz uni bilmaysiz. Mana shuning uchun guruhda dars tashkil qilishni taklif qiladi. Yettinchi, sizdan guruhga mansub bo'lmagan insonlar tomonidan qilingan tanqidda shuningdek ta'rif beradi. Hey, mana uni deb tutdilar, buni deb tutdilar, guruhga qo'shilma deb tutdilar. Ular xato, ular adashgan deb tutdilar deb aytsangiz, nima deydi ular? Qara.
fikriy bir tarzda sizni e, yolg'on atrofidan cho'lab tashlaydilar. Nishat, gördingmi? Bize haqmiz, shuning uchun tanqid qilib turibdilar. Bilasanmi? Mevali daraxtda dash otiladi. Biza to'g'ri yo'ldamiz. Shuning uchun ular dash otib turibdi bizga degan mazmunda harakatga qarang. Xato qilayotganligini aytayotgan insonni tanqidini seni to'g'ri bo'lganing uchun aytib turibdi degan mazmunda singdirishga harakat qiladi. Keyingi bosqichda esa asosan bunday guruhlar dunyoni yalpi, ya'ni umumiy halokat haqida ko'p gapirishadi. Bizning guruhgagina ayon deydi. Şun kerak deydi. Mana shu bosqichga kelgan vaqtimda agar siz shu yerda bo'ladigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan qo'shilib bo'lgan bo'lasiz. Bu bosqichdan bo'lgan ishlarni hammasi sizni guruhga jalb qilish uchun edi. Bundan buyog'indagi ishlar esa guruhga qabul qilinib bo'lgan insonni o'sha guruhda ushlab qolishga qaratilgan harakatlar sektani ichida. Ya'ni 9-chi, seni guruhing tanlanganlardan iborat. İnsoniyatning qolgan qismi og'ir kasal va yo'qlikka mahkumdir. Chunki ular guruh bilan hamkorlik qilmayapti yoki o'zlarini xalos etishga imkon bermayapti kabi mazmunda sizni guruhning ichida doimiy ushlab qolishni e, bo'lib turishimizni ta'minlovchi mana shunga o'xshagan gaplarni aytadi. Xo'sh, guruh a'zo bo'lib qo'shilganingizdan keyin esa sizga demak, mana bu bosqichdan keyin zudlik bilan guruhga qo'shilishni aytadi. 11-chi esa o'zingizni tashqi olamdan ayro tutmoqingiz kerak ekanligini aytadi. Masalan, oldingi turmush tarzi so'zlashishni, shaxslar bilan munosabatlaringizdagi bo'lmasligi kerak. Sen bizani guruhni odamisan, sen boshqacha bo'lishing kerak. Ta'sir o'tkazishga harakat qilinadi. 12-chi bosqichda esa guruh sizni kamolotingiz yo'lida doimiy to'siq bo'lib kelayotgan o'tmishdagi barcha aloqalaringizdan voz kechishingiz kerak ekanligini aytadi. Maqsad sizni faqat va faqat guruhni ta'sirida ushlab turish. 13-chi esa sizni hattoki oilaviy shaxsiy e, munosabatlaringizni ham, ya'ni nikoh bilan bog'liq munosabatlaringizni ham ular belgilab berish darajasini o'tadilar. Kimga uylanasiz, kimga turmushga chiqasiz, guruh belgilab beradi. Guruhni a'zolarini uylanishingiz yoki ular turmushga chiqishi mumkin. Agar qiz bola bo'ladigan bo'lsa, va guruhdan tashqarilar bilan turmush qurish mumkin emas deb belgilab qo'yadilar. Maqsad sizni doimiy guruhning ta'sirida ushlab turish va yolg'iz qoldirmas. 14-chi guruh sizga mana shu guruh sizga qilib berib turgan ishlarning evazini guruh uchun muayyan harakatlarni amalga oshirishingiz talab qilinadi. Yangi a'zolarni jalb qilish, turli xil kurslarga qatnashish kabi ko'plab vazifalar berib qo'yadi. Maqsad sizni bo'sh vaqtingizni qoldirmay, o'zlarini gaplari bilan sizni band qilib qo'yish. 15. Yolg'iz qolishingizga ham yo'l qo'yilmaydi. Doimiy ravishda sizni atrofingizda o'sha guruhdan biror kimsa bo'ladi. Sababi insonda shunday hodisa ham bo'ladi. Yolg'iz qolgan vaqtida nima qilyapman o'zi deb turib, o'zini vijdoni bilan olib borgan suhbati natijasida ham xato yo'lda ekanligini anglab qolishi mumkin deb, ular sizni yoningizda doimiy ravishda bitta vakilini qo'yadi. Uylantirib qo'yadigan bo'lsak, u doimiy o'zi bor yoningizda vakil, bir qadam ham ajralmaydi. Bu degani siz boshqacha fikrlay olmay nazoratda bo'lib turasiz. Mabodo sizda shu guruh a'zo bo'ldingiz, yurdingiz, shundan keyin ham guruh to'g'risida shubha paydo bo'lsa, bunda siz o'zingizni ayblaydi. Sen bizlara qo'shilish o'lmaydirsan. Sen to'liq bizni anglab yetolmaydirsan. Senda qandaydir to'sqinliklar bo'lib turibdi, ishonchsizlik bo'lib turibdi deb o'zingizni ayblaydi. Guruh aybdor emas bunga deydi. Biz zo'rmiz, biz cho'tkimiz, biz hamma narsani to'g'ri bilamiz deb aytadi. Va albatta guruh o'zining qoidalariga va intizomiga shubha qilib hech qanday og'ishmasdan amal qilishingizni qattiq nazorat qiladi. Zero guruhga qarashli guruh qarashlari zalolatdan xalos bo'lishni yagona yo'li sifatida sizga singdiriladi. Xo'sh, odatda buning guruhga qanday toifadagi insonlar jalb qilinadi degan qismi qoldi darsimizni. Demak, guruhga shaxsiy inqirozni boshdan kechirayotganlar jalb qilinadi.
Sababi ularda shaxsiy inqiroz deganda nima? Ishdan bo'shagan bo'lishi mumkin, biznes'i bankrot bo'lgan bo'lishi mumkin, oilasi barbod bo'lgan bo'lishi mumkin, yaqinlari bilan munosabatlarini darz ketgan bo'lishi mumkin. Mana shunday insonlar odatda shaxsiy inqirozdagi odamlar sifatida qarab, ular birinchi e'tiborlarini mana shunday insonlarga qaraydi. Sababi bular o'zlariga yaqin insonlarni qidirib turgan bo'ladi, ma'naviy, ruhiy, umuman dalday qumsab turgan bo'ladi. Shuning uchun ularga yaqinlashish va guruhga jalb qilish oson. Ikkinchi, o'ziga nisbatan ishonchi past, zaif va beqaror ruhiyatdagi odamlarni bular o'zlarini jalb qilishga harakat qiladilar. Sababi ishonchi past bo'lgan odam mustaqil qaror qabul qilolmaydi. Eng to'g'ri yo'l birovga ergashish, buning uchun birov qaror qabul qilsa, u unga qodir emas deb hisoblaydi o'zini. Shuning uchun ular tinchgina bularga qo'shilib qolish ehtimoli katta. Uchinchi toifa esa ijtimoiy jihatdan tan olinmagan, o'z yaqinlari orasida past baholangan insonlar. Ya'ni bilamizki, ayrim holatlarda biror ish qilmoqchi bo'lgan insonlar yaqinlari kulolmaysan, elingan gamidi, bizani bankrot qilasan, xonavayron qilasan, unda etma, boshqa ish qil, yana bir narsa, sen u ishni eplolmaysan deb turib, ayrim odamlarga yaqinlari tomonidan ishonchsizlik bildiriladi. Mana shu ishonchsizlik bildirilgan odamlar ham ularga qo'shilib qolish ehtimoli katta. Keyingi to'rtinchi toifa esa doimiy norozi kayfiyatda yuruvchi insonlar. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, ob-havo bilan ham urushadigan, janjallashadigan odamlar. Issi bo'lsa issidan norozi, sovuq bo'lsa havo sovuqdan norozi. Yoki bo'lmasa siyosiy jihatlardan norozi, yoki bo'lmasa boshqa o'zini hayotidan norozi bo'lgan insonlar, doimiy norozi kayfiyatda yurgan odamlar, bularga odamlarni jalb qiladigan siz o'ta bir jozibador g'oyalarni ilgari suradilar. Endi yuqorida ko'pincha xristianlik va boshqa majusiy dinlar asosida shakllangan zamonaviy oqimlarni gaplashib o'tdik. Endi islom niqobi ostida harakat qiluvchi zamonaviy sektalar va guruhlar harakatlari to'g'risida aytadigan bo'lsak, endi bunun guruh harakatlarini tarix nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, soni juda ko'p. Soni juda ko'p. Endi bizni asrimizdagi eng bir nima desam bo'ladi, jirkanch ishlari bilan e, hammaga ma'lum bo'lgan e, guruhlar haqida aytib o'tishimiz mumkin. E, Aytaylik, bularni ilk nimasi mana Al-Qoidaga o'xshagan guruh. Al-Qoida bilasizlar, o'tgan asrning 90-yillarida faoliyati boshlangan bo'lsa, 2000-yillarda o'z faoliyatining cho'qqisini chiqib, 2001-yil 11 sentyabr voqealari natijasida butun dunyo va qo'shnilar ichida mashhur bo'ldi va uning sifatida shakllangan e, bu ishki terrorchilik tashkilotini ham aytib o'tib ketishimiz mumkin. E, Ular Ular 2014-yilning 14-iyuni kuni Mosul shahrini, Iroqning Mosul shahrini qo'lga olib, o'sha yerda islomiy davlat qurganliklarini e'lon qildilar va butun dunyo musulmonlarini o'zlariga ergashtirishga harakat qildilar. Bular ham soxta, adashgan guruhlardan edi. Endi zamonaviy oqimlarni islom niqobi ostida harakat qilib turgan sektalar to'g'risida aytadigan bo'lsak, 16-17 asrlarda yuzaga kelganlar ravshaniyat yoki bo'lmasa dini ilohiy degan yo'nalishni aytishimiz mumkin. Bundan tashqari 18-19 asrlarda paydo bo'lganlari bor. Shayxiya, Bobiya, Bahoiylik, Ahmadiylik kabi guruhlarni aytib o'tishimiz. Endi 20-21 asrda yuzaga kelgan turli oqim va soxta bo'lgan bo'lsa, demak bular soxta salafiylik, musulmon birodarlari, nurchilar, islom millati tabliğchilar, islom fidoyilari, uzun soqqollilar, Hizbut Tahrir, Falastin islom jihodiy tashkiloti, Al-Muhojirun, Akromiylar, Hizb an-Nasr, Jamoati Islomiya, At-Takfir val Hijra,
Hizbolloh, Hamas, Al-Qoida, Nusra fronti, Mujohidlar harakati, Islom lashkarlari, Adolat uyushmasi, Tavba, Turkiston islomiy harakati, Jamoat al-Ansor, Sharqiy Turkiston islomiy harakati, Bahshillochilar, Ma'rifatchilar, Islom brigadasi, Jamiyat al-Isloh al-Ijtimoiy, Lashkari Toiba, Xuroson guruhi, Islom armiyasi guruhi, Riyodus Solihin guruhi, Islom jihodchilik harakati, Ansor al-Islom guruhi, Boko Haram Afrikada harakat qiladi. Islom jihodi guruhi, Iroq va mujohidi. Bundan tashqari yurtimizda ham ayrim nimalari kuzatilinganlari, qora sallallar, jihodchilar, shohidiylar, Jamoat Ansor an Sunni, Jaysh al Muhojirin al val Ansor, Muhojir yoshlar harakati, jangari yoshlar terroristik tashkilotlari kabi nomlar bilan faoliyatlarini olib borayotganlari kuzatilganligini aytib o'tishimiz mumkin. Xo'sh, bularni asosiy bugungi kundagi o'zlarini guruhini jalb qilishni vositasini aylantirganlar albatta axborot erkinligi niqobi ostida harakatlanish, ya'ni butun media tizimlari orqali o'zlarini o'sha soxta g'alamischa g'oyalarini yoshlarni ongiga singdirishda mana bu yuqori texnologiyalardan foydalanish holatlari kuzatilayotir. Shuning uchun e, bu soxta turli xil diniy harakat va sektalar ta'siridan saqlanish uchun birinchidan mana bu ma'lumotlarga ega bo'lish kerak edi, bildingizlar. Va albatta bundan tashqari sizga keladigan internet saytlari orqali bog'lanadigan mana shu ifodalagan masalalar bo'ladigan bo'lsa, tezlik bilan bularni qanday guruh ekanligini aniqlab bilishingiz va rad reaksiyasini ko'rsata olishingiz kerak bo'ladi. Asosan diniy ekstremistik guruhlar bu diniy harakat sifatida ham talqin qilinadi. Ularning faoliyatidagi ekstremistik yoki terroristik metodlar bo'lganligi uchun diniy ekstremistik va terroristik tashkilotlar sifatida ham talqin qilinadi. Hop, bundan tashqari aytib o'tmoqchi bo'lganlarimiz demak shulardan iborat edi. Savollaringiz bo'ladigan bo'lsa eshitamiz bugungi mavzumiz bo'yicha. Ro'zboy, Assalomu alaykum, savollar yo'q. bo'lmasa bugungi dars